5 oyda naqd 45 kilogramm vazn tashlagan bemorimiz 60 yoshda bizga ortiqcha vazndan shikoyat qilib murojaat qilib kelgan. Bemorimiz uzoq yillar KAMAZ deymiz yoki bo'lmasa mana fura mashinalar mingan, ko'p uzoq yo'llarga yurgan, ya'ni kam harakat bo'lgani sababli ortiqcha vazn kelib chiqqan. Bu bemorimizda yurganda, turganda, bellarda, oyoqlarda og'riqlar, o'tirganda yaxshi o'tira olmaydi. Hattoki shu oyoqlarni almashtirib ham o'tira olmaydi. 167 kilogramm vazn bilan murojaat qilib keldi. Bemorimiz ozgina yursa hansiraydi, entikadi, qon bosimi ko'tariladi, bo'g'imlarda og'riqlar, bellarda og'riqlar, shu kabi ortiqcha vazndan shikoyat qilib keldi. Bemorimizni qisqa tayyorgarlikdan keyin rossiyalik professor ustozimiz Neymark Aleksandr Yevgeniyevich bilan birgalikda amaliyot o'tkazdik, ya'ni oshqozon kichraytirish amaliyoti. Bemorimiz hozir mana 5 oy vaqt o'tdi, qayta ko'ruvga keldi. Bemorimiz 5 oyda naqd 45 kilogramm vazn tashladi bemorimiz. Hozirda bemorimizning vazni 122 kilogramm. Hoji tog'ani o'zi bilan qada gaplashamiz. Hoji tog', xush kelibsiz, tujimsiz? Rahmat, Xudoga shukr. Qanaqa holatlarimiz? Holatlarim juda ham yaxshi, juda ham yengilman, o'zimni yaxshi his qilyapman. O'tgan safar ozgina yursam ham tez hansirab qolyaptim. Hozir 3-etajga chiqsam ham, tezroq harakat qilsam ham unaqa hansirashlar, boshqalar yo'q, yengilliklar yo'q. Xudoga shukr. Ibodatga yengil bo'lib qoldim. Qiynalmayapman. Bemorimiz 60 yoshda bo'lishiga qaramasdan ushbu operatsiyaga rozilik bildirib operatsiya stoliga yotdi. Nimaga deb o'ylaysizlar? Sababi bemorimiz juda ko'p qiynalgan, juda ko'p ma'lumotlar yiqqan, juda ko'p joylarga borgan va nihoyat bizning klinikamizni eshitib kelgan. Klinikamizda barcha tekshiruvlar, tayyorgarliklardan keyin bemorimiz oshqozon kichraytirish amaliyotini o'tkazdik. Mana hozir 5 oydan keyin bemorimiz yangi hayotga qadam qo'ydi. Ya'ni bemorimiz o'zini juda yengil his qiladi. Bemalol o'tiradi, namozlarda qiynaladi, bemalol namozlarni o'qiydi, bemalol mashinasini minadi, har tomonlama yengil. Velosipedda yuradi, sayr qiladi. Juda bemorimiz yangi hayotga qadam qo'yib, juda xursand, kayfiyati ham zo'r, ancha o'zini yengil his qilyapti. Mana shunday bemorlarga bariatrik operatsiya, ya'ni oshqozonni kichraytirish amaliyotini o'tkazish kerak. Bunday bemorlarga amaliyot o'tkazmasak, ortiqcha vaznli asoratlaridan bemorlarimiz kundan kunga og'irlashib, boshqa shu ortiqcha vazn asoratlaridan qiynalishi mumkin. Ozgina risk qilib yoki bo'lmasa bu bariatrik amaliyotlardan kichkina xavf bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlardan qo'rqadigan bo'lsak, bu gruppaga kiradigan juda ko'p bemorlarimizning hayotini umrining oxirigacha qiyinchilik bilan, azob bilan ketishiga qarab turishimizga ham to'g'ri kelmaydi. 167 kilogramm bo'lguncha bu bemorimiz nimalar qilgan? Ya'ni bu vaznga yetguncha yetishiga nimalar sabab bo'lgan? Hozirgi kunda masalan aytishimiz mumkin, juda ko'p bemorlarimizning asosiy sababi, juda ko'p bemorlarimiz shu holatga kelishiga sabab desak ham bo'laveradi, juda kam harakatlik. Ya'ni ozgina masofaga ham mashinada boramiz, juda joyga ham marshrutda boramiz. Hech kim piyoda yurishga yoki bir jismoniy harakat qilishga, yugurishga, sport bilan shug'ullanishga qiziqish qolmay qoldi, qiziqmay qo'ydi. Yana bitta asosiy sabablardan biri hozirgi kundalik hayotimizga kirib kelayotgan tez pishadigan oziq-ovqatlar, ya'ni fast foodlar. Bu fast foodlar hammasi semirishga olib keladi. Fast food bilan birgalikda energetik napitkalar, energetik ichimliklar, hozirgi kundagi kola, fantalar, boshqa energetik suyuqliklar, gazli suyuqliklar, bular hammasi ham shunaqa ortiqcha vaznga olib keladi. Ovqatlanish tartibimizni buzilishi, ya'ni kechki ovqatimizni juda kech iste'mol qilishimiz, bo'lib ham ko'p choyxonalarda masalan hamma choyxonaga boradida, to'yib ovqatlanib uyga borib uxlaydi, yog'li ovqatlar, qovurilgan ovqatlar, osh va boshqa shu kabi yog'li ovqatlar, xolesteringa boy ovqatlar iste'mol qilib, tungi vaqtlarda o'rtada ovqat hazm bo'lib ulgurmasdan uxlashga yotish va bu keyinchalik sekin-sekin ortiqcha vaznga olib keladi. Vaqt o'tgan sari bemorlarimiz 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo vazn qo'shilib oxiri shu darajaga yetib boradiki, ya'ni boshqara olmay qoladi. Bemorlarimiz boshida yo'q, men diyeta qilaman, ozib olaman degan xayol bilan, degan fikr bilan
o'ziga qaramaydi, beparvo bo'ladi, 90 kilogramm bo'ladi, 95 bo'ladi, 100 bo'ladi, 100 dan keyin уже bemorlar o'zlarini boshqara olmaydi. Ya'ni ming harakat qilsa ham ovqat yeb qo'yadi, ming harakat qilsa ham baribir ozolmaydi. Bo'y vazn nisbati bu nimaga kerak? Bo'y vazn nisbati me'yorda 25 gacha bo'lishi kerak. Sog'lom odamda vazni o'ziga norma deb hisoblangan odamlarda 25 gacha bo'ladi. 25 dan ortig'i 30 gacha ortiqcha vazn hisoblanadi. Ya'ni bunda ham semizlik hisoblanmaydi. 30 dan yuqorisi 35 gacha semizlikning birinchi darajasi, 35 dan 40 gacha ikkinchi daraja va 40 dan yuqorisi uchinchi daraja. Bu haqida oldin aytib o'tganmiz. Buni hisoblash formulalarini keltirib chiqarishni aytib o'tganmiz, tushuntirganmiz. Endi ikkinchi darajadan boshlab, bu semizlikning ikkinchi darajasidan boshlab bemorlarimizda sport bilan shug'ullanish, dieta qilib va boshqa olishda operatsiyasiz usullardan foydalanishi effekt bermaydi. Shuning uchun ikkinchi darajadan boshlab bemorlarimizga operativ davo tavsiya qilamiz. Ortiqcha vazni bor yoki bo'lmasa semizlikning birinchi darajasi deb hisoblangan bemorlarimizga sport bilan shug'ullanish, dieta qilish va boshqa olishni boshqa yo'llardan dietolog, endokrinolog maslahatini olishni tavsiya qilamiz. Bu bemorlarimizni ikkinchi darajadan boshlab nega operativ davo tavsiya qilamiz? Sababi ortiqcha vaznni asoratlari rivojlanishni boshlaydi. Ya'ni bu bemorlarni vaqtida operatsiya qilmasak, bemorlarda tayanch apparat sistemasi deymiz. Ya'ni umurtqa pog'onasida qiyshayishlar bo'lib, grijalar paydo bo'lishi, belda og'riqlar paydo bo'lishi, oyoqlarda ortiqcha vazn tushishi hisobiga bo'g'imlarda turli xil deformatsiyalar, artritlar, artrozlar paydo bo'lishi, ortiqcha vaznning hisobiga gormonal o'zgarish bo'lib, bemorlarda ko'pchiligida ayollarda masalan jinsiy zaiflikka olib kelishi, bepushtlikka olib kelishi kuzatilishi mumkin. Ortiqcha vaznli bemorlarning kam harakat bo'lishini hisobiga yurak ishemik kasalliklari, yurak stenokardiyasi, miokard infarkti, keyinchalik bu insultlarga olib kelishi mumkin. Va asosiysi ortiqcha vazni bor bemorlar ozg'in bemorlarga nisbatan 40 barobar qandli diabet ikkinchi turiga chalinish ehtimoli yuqori bo'ladi. Ya'ni bu bemorlarda keyinchalik ortiqcha vaznning hisobiga saharli diabet, ya'ni qandli diabet ikkinchi turi kelib chiqadi va bu albatta qandli diabet ikkinchi turi rivojlanib, qandli diabet ikkinchi turi asoratlari bilan bir umr kurashishga to'g'ri keladi. Shuning uchun hozir aytib o'tgan yuqoridagi asoratlarni oldini olish yoki rivojlanishini kamaytirish maqsadida albatta bu ortiqcha vazni bor bemorlarda ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun oshqozon kichraytirish amaliyoti tavsiya qilamiz. Oshqozon kichraytirish amaliyoti juda ko'p mana O'zbekistonda klinikalarda qilinyapti. Aynan bizning klinikada ham 2,5 yildan beri qilib kelyapti. 100 dan ortiq bemorlarga ortiqcha vazndan xalos bo'lishiga yordam berib kelyapmiz. 10 oyda 71 kilogramm vazn tashlagan namanganlik bir bemorimiz haqida to'liq video tayyorlagan edik. Ushbu videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi havolaga bosib, bemalol YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa hamda o'ziga kerakli ma'lumotlar olgan bo'lsangiz, like bosishni esdan chiqarmang. Qandaydir kerakli ma'lumot yoki tushunmovchilik yoki savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, shaxsan o'zim savollarga javob beraman. To'g'ri ovqatlanish tartibi, sog'lom turmush tarzi hamda jismoniy faollikni orttiringlar. Agarda sizda ortiqcha vazn bo'lib, vaznni boshqarish qiyin bo'lib, dietalar, sport foyda bermayotgan bo'lsa, marhamat qilib bizning Sog'lom avlod klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Barcha tekshiruvlardan keyin sizga bir aniq fikr aytamiz. Kerak bo'lsa, oshqozon kichraytirish amaliyotini o'tkazib, ortiqcha vazndan xalos bo'lishingizga yordam beramiz.